Bir talla oğlum deb erki ko'ndirib qo'yibdi ekanman. Yo, etizeriqning ishiga ko'ngil bilmaydi. Atidan kashkicha mahalla do'qmishdiki bilyardxonaga yuguraydi. Kelinim bechora heli etizning ishini qilsa, heli uyning ishini qiladi. Shu o'g'lim qo'limga qo'l, putimga put bo'lolmayotdi deslar. Nemil degan bilan sizning bol chaqillari bor. Yolg'izlik tatmaylar. Mening bo'lsa, ashu qeri etimdan boshqa hech narsam yo'q deslar. Bir umr bola yuz ko'may o'tishni Xudoyim peshonamga bitayotgan o'xshaydi. Mening balam sizning ballariga o'xshash. Ko'nglimni ko'targanliklarga rahmat. Demisimi sizning ballari ko'zimga bak issiq ko'rindi. Namtaxon, amsa men qaytay. To'xtaxon, uy kirib usuliq ishni bosgasizlar. Xaman tepib berib bo'ldi, kechkilaman. Oldiga kelib uy kirmislar qaytay. Masla. Ma'qul amsa. Qani, masla. Assalomu alaykum. Hoy, ballarim, mehmon keldi. Aynur qizim. Qanaqa ahvollar aytmoqqa? Tekshirishlar. Yo'qchajirasizlar. Qani, o'tirasizlar. Qani. To'xta, Yuqoriga chiqib olamiz siz. Bu yoqqa o'tishlar. O'tirasizlar. Voy, yuqori chiqib olasiz. Bo'ldi, acha, sen o'tiringlar. Amin. Allohu akbar. Qanday tinchlikmi? Salomatmi? O'rdan turishlar. Azod o'tirsizlar. Rahmat. Qo'llarga suv quyib beray. Rahmat qizim. Rahmat qizim. Menga yaray. Akilim qizim. Aynur. Bugun hammanglarning jam bo'lgan kun ekan-da. Shundoq. Bo'yli ichi bekla avatlashib ketibdi. Rizvangul. Xalqchi obdan turyapti. Obdan turyapti. Yaxshi. Qani, tavzini elinglar. Ajabiy Jamila. Qani bu yoqqa chiqing. Ma'qul. Bu yerda o'tiring. Qani. Elinglar. Tavzga beqinglar. Qani. Asla. Apa, yaqinroq keling. Elinglar. Tavziyang. Ya Allah. Bugun kun qaysi tarafdan chiqib Mahmud mundaq pishiq tavz olib qolgandi. To'xtaxon, sizlar yolg'izlikning dardini toz tortyapti-ku deyman, ha. Mening ozroq ishim batdi. Men qaytaymikin. Boshqa ishlar bo'lmagandan keyin yana biroz o'tirib maqslovmamdi. Rahmat. Mening ozroq ishim batdi. To'xtaxon, men keyin kelay, ha. Voy. Avar qilib qo'ydi. Allah. To'xtaxonga birdan o'tirib chiqmay. Ozroq ishim batdi. Men ishimni qilib. Xo'shamsiz. Ma'qulamsiz. Xo'sh. Mushu odamimiz o'zining xili bilan oralashmaydi deyman. Nerki tenha bo'ytaq odamlar bilan oralashib, kelin bolaviqining oldida odamga yuzini tushirib, o işte. Mama, bu nima deganingiz? To'xta buvam yaxshi odam-ku. Buvamning uni bilan oralashqanining nari yaman, buvamning do'stini tanlab tutdi ekan. Bo'ldi qiling, cho'nglarning og'zini qiyrishlaman.
Tətliyə çıxdığınız pek yaxşı oldu. Sizi pek sevirip ketkendim. Oturib ketyaptı. Bo'lmasa Aynurning o'qishiga azroq bo'lsin yordam qilsak bo'ladi. Axinim bo'lsa 2 kunda bir uyga berib kelay deyotgan. 60 kilometrlik yo'l. O'zing o'ylab baqa. Pul yo'q desang, texsat turgan. Opsining uyiga quruq qo'l yo'lga sep qo'yg'ili texi bo'lmagan. Bu ishlarni qanday qilish kerakkin ta? Xafa bo'l apa. Heyli mujamila etis erishtirgan. Eskina do'st qilmamdi. Qaysi bir kelin ish qilmaydi. Apa qizg'inda kechib ketdi. To'da qachonlik kishidi. Qizg'insiz qolganda bahrak. Bo'limiz kelganda billi yeyli. Bo'landi? Birda o'ylab turing, ha? Sizlarga nima yordam siz tutmang. O'zimiz qilaylik. Bo'ldi. Oy, dadam keldi. Bovam ketdi. Dada, akaslama alay. Berib ketgansiz. Hamidim. Keldingizmi dada? Ay, bilan. Qani, yuqoriga yeting. Qo'zg'alma, o'tiraver. Keldilimi? Sen dasturxon solay. Qo'zg'imda kechib ketdi. Tomoq etgansizlar? Etdik. Polo etga o'xshamamsizlar. Yo'q, polo etmadik, sho'ylatdik. Nima etgan bo'lsanglar mayli, akilinglar chaqqan. Jamila har qanday tomoqni o'qishdi demasmi? Mahmud qani? Uxlayotdi. Adila, men dadingizni chaqiring. Ma'qul. Dada, tomoq pishdi jirim. Akila o'ta. Adila, bir kep o'tiring. Yenim kiring. Ma'qul. Üstügerek o'tiring. Bo'ldi. Voy. Sizga osh qolmabdi-ku. Akiling qizim taqsim. Men sizga bilib beray. Bo'ldi dada. Meni ishim chiqgan, akiling. Bo'ldi. Akiling bilib beray. Bo'ldi dada. Rahmat. Aynur qizim, oliy maktabda nimagandan? Bek ko'p narsalarni bova. Cho'ng'onda olim bo'la olasanmi? Namozingizda duo qilib tursangiz cho'qim bo'laman bova. Duo qilmamdigan qizim, men sana hamisha duo qilib turaman. Hey Aynurxon, dadam cho seni osmonda uchsin deyapti. Rost aydi. Men seni osmonda uchsin deb duo qilyapman. Meni farishta bo'lsin deb sizlarda. Bova, farishta degan nima? Pandek ayollarni farishta deydi, qo'zam. Kechlikmi qizim? Assalom dada. Kech qopibmi? Xudoga shukr. Suni tayyor qildingizmi? Mana dada. Ashqallah qizim. Amin. Allah quruq so'z, quruq tuhmatdan saqlag'aysan. Bolalarımның ko'ngliga insof topib xato qilg'aysan, baxtini bagaysan. Amin. Allohu akbar.
Leyla sırtqı chiqib ketibdi-ku. Mahmud teqchi uxlab etibdi-da. Oy, opsi. Mahmudni nimish uyg'otib etmadinglar? Menla haydakchilik qilishim kerakmi uningga? Jamila ketdi-ku. Mahmud kechki biroq chiqsa nim bo'pti? Mahmud, teyingni ichib tezroq etizg'i bag'im balam. Sen emish uningga chapayib shundoq deb bagashga, mana uning bo'lishimi shu. Etizg'i bormasimi, qo'ylar o'zim qarasamamdi u. Jamila qaysi bir ish qilish bo'ladi deyman. Ay, mushkunning ballarini za. Gap qilsa teqi, qilmasa teqi. Mahmud, tura o'rningdan. Oy, bo'ldi qislichu, sizlarmi bek ko'p so'zlaydigan bo'lib ketdilar. Kun sho'g'ich uxlagan. Kirsha qutanga. Kirsha. Tasimi bir. Oye, yeni kilovatda bir nima. Kim devatsiz? Voy, g'olamkan go. Ajabmi xushim yo'q bir nima bilan. Undaqmi deb ketmang. Mahallimizga eng g'arib adashlarning biri bu. G'olam, bu yoqqa kelib qolsan go. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Ha, tinchlikmi? Yaxshi ishlar o'tabsizlar? Tugay dedi. O'zinglichi? Qildigan ish yo'q, bekorchilikda yurdik-ku. Unda xos yordamlasha? Bo'ladi, chataq yo'q. Yordamlashay. Alay buni. Birdan dil tugaydi. Sıra işlanla. Ben bir tamak etay. Unda xos o'qishda bir polo ayting ha. Momam appak, buvam appak, bizga beridi qaymoq. Momam appak, buvam appak, bizga beridi qaymoq. Yeni fırçalaydı ya. Adila. Oy, apam ketdi. Appa. Oyundunuz mu kızım? Ha, aslında dostunuzla oynayıp ekansiz da kızım. Dada sizni xafa qilmagandı. Yo'q, balam, bular shundoq obda o'ynadi. Oy, sizni etizg'i katta desam, uyda yuraysiz-ku. Mahmudning bir do'sti kelgan edi, appa. Shu ikkisi birga ishlab qoldi. Men tushlik tamoq etay deb keldim. Tushlik tamoq etishga vaqt texi bor-ku. Mayli emasmi? Ishga akish u yerda ishlayotgandan keyin uyga yelib kelgan yomon bo'ptimi? O, ishtahma odamni hamma ishga aralashib olgan. Biradin chekishamdoq. Chekayli. Kelavunda olsa. Ala. Bo'ldi. Bo'ldi. Ey g'ulam. Qachongacha shunda xotin elib, xotin qo'yib berib yurisa? Birasi bilan yaxshi o'tib, bola-chaqni qo'yib baqsam olmamdi. Nima qilaysiz? Bugun seshanba ekan, shon kirlarni yuvaymikin degan appa. Uyda non tugabdi-kan, non yoqamizmikin desam. Bo'ptamisa, men ximir yig'irib etay.
Oy, 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 apa, oy, canım Allah, oy, oy, apa, oy, do'stlar apa, oy, qanday qilaman deb o'g'illar apa, oy, bir piyola choy ekiling, oy, apa, mana choy. Nima degan issiq kun bu? Yurakka o't ketdi, o't. Qaytib keldimi? Nim bo'ldi qizim? Opamning mijozi yo'qtirdi. Apsi, nahring og'riyotidi. Beqinim og'riyotidi deydi. Beka yetib keyin og'riydi-da. Atdiganda namozdan kel yetibamay. Mundaq Jamilaga xafa qilishib, uy ishlarini qilishsang, bo'lsa etsiz eshig'imi ancha-muncha chiqib tursang sog'lom bo'lmamsan. Mundaq desizlar taxi, ha? Endi zamin etizliqda ishla demoqchi keladi-da. Elima etizliqda ishlaginim ozmi? Tek uy tozlamishman. Uy tozlaydi, etizda ishlaydi deb o'g'lim Mahmudni o'ylab qo'yganman. Voy xotin, kichikkinam chaqchaq qilib qo'ysam, ajab azvaylab ketding, ha? Chaqchaq qilib qo'yibdim ishtaxi. Voy, ma kelinning oldida ajab haddini eshib ketding, ha? Haddidan oshgan menmi, silimi, ha? Yaxshi, yot odamning oldida meni tushirib taxi. Voy, bu yerda nada yot odam bor? Qandaq degan gap bu? Voy. Yana nima bo'ldi xotin? Ha? Oy, ner tursizlar? Can, tomakin chekivemay naqsh etib bering ha. Mushuni bir chekivlab, andin aytib beray-a. Bo'ldi qiling ha. Qaysi naqshni anglaysiz? Qaysi bo'lsa mayli. Chekivedingiz. Hey? Nima qilyapsiz? Nima qilib tashlayapsiz, ha? Tomakin tashlatsam tashlamagan ekan, tashlab etdim shu. Qaysi naqshni aytib bersam bo'la? Mayli qaysili bo'lsa. Undaqda o'ng qo'limni qayrimang, so'l qo'lim ojiz degan naqshni aytib beray. Qandaq? Başladık hamsa. Bugün badağa baram suna, künek epesem kiyen suna. Bugün badağa baram suna, künek epesem kiyen suna. Tapeci epesem yemey suna, şergaş yemtem gülü kara. Dermen epesem yemey suna, menden içemtem gülü kara. On ne diginan, ne diginan, abam ne diginan, ne diginan. On ne diginan, ne diginan, on ne diginan, ne diginan. On ne diginan, ne diginan, güzel beşan ne güzel diginan. Kulumda tutulan, kulamadım, kervet kemene acılatlasın. Kulumda tutulan, kulamadım, kervet kemene acılatlasın. Rümç kaşkay gece, hanımana gece. Rümç kaşkay gece, hanıma gece. Teksin tekmesi yok, dili vasın kümece. Kümeci mi amlasa, dili vasın utancı. Assalomu Rozangul. Shuncha to'lisam anglamadingiz-ku. Oy, anglamay qolibman-ku. Keling. Xemir turuch so'rab kirgan edim. Xemir turish bormikin qarab baqay-ya. Bo'ldi. Sal turib epasingizmi bo'ladi? Ma'qul. Birdam. Mungli shayli. Angladingizmi? Heliqi Do'ngmalidagi Oyshamxonning qizi bir bilan qochib ketibdi. Shundaqmi? Siz taqchi bilmay yuratamsiz. Yo'q, men hech bir anglamabdiman-ku. Siz uydan talog'i chiqmay, hech nima bilmagan bilan heliqi Do'ngmalidagi Oyshamxon bog'i pulni jiqtabdim deb ko'ranglab ketib edi. Mana endi xo'p bo'ldi. Ya Allah. Mushundaqli gap bo'lsa, birinchi bo'lib siz anglaysiz, ha? Quloqingiz ajoyibmi, uzunjimi sizning? Albatta. Nari yomon gaplar bo'lsa, siz anglaysiz. Yaxshi ishlarga kelganda faqat anglamaysiz-da. Men sizga nechta qatim uy yurib gap to'shiydigan ishni qilmang degandim. Amsi men chiqay. Bo'ldi. Xemir turishni muammabdiman. Isit sizga gap qilgan og'zim. Bo'pti, uzatmadim amsa. Ajoyibmi to'ydim-ku bu g'ayvat xotindan. Odamning oramini buzib. Nima degan issiq kun bor, yurakka o't ketdi, o't.
Kızım, çapsa bana bir muzdek su verin ha. Baqqıl. Uy, ma gapni. Qiyirganlarini to'ymay qilyaptamdila, ha? Kelinning oldida satlashib, kashkichi yuragimga o't ketdi deb. Sertleşkidek gap emas ko bu xotin. Sen mize taza. Kızım, nima qilyapsiz? Qanchaq yasavatdiman. Mana dada. Appa, siligim choy quyib beraymi? Mening texi dadangiznikiga o'xshash yuragimga o't ketgani yo'q. Qarab tur. Bu qatam cho'qim tushirayman. Qani kelamsa. Nemangi tushaysiz Jamila? Men sizga yordamlasaymi, ha? Bu yerdan darhol yo'q qiling. Meni Mahmud kelib qolsa xato tushunib qoladi. Mahmud? U hozir berilib beryapti o'ynayapti. Bugun uning omadi kelib nurg'un to'p selaverdi. Bizmi bu yerda Ishni qiling. Kelib. Meni tutma. Qilmaydi. Dilim. Voyjon. Baskına, bu kancok, toktap dur. Açsa. Tokta. Ben yürüyün uzun yıllar oldu. Eğer bugün kalbimki köpeklerse, kalk alem. Sizi resmen kalıyordu ben, anladın mı? Yaksın. Aklımdan anla. Kalbimki köpekler. Karşılık kılmayacak yine. Ben seni yaxşı görmem. Ben zamkışımda uzun yıllar oldu. Hayvan! Toxta! Hayvan! Kopma. Dur. Bunu deki etsiz yalnız gelmem. Bu hayvanın erdivini vermeyeceğim olsa. Appa, çüş bula bo'lmayli qaytib kelibsiz-ku. Etizlikda tushkichi ishlamasa bo'lmaydi deydigan qonun yo'qdi. Etizga bormadingizmi? Ayoling etsiz ko'rib ishlasin. Sen etsiz qolmay nima ish qiladigan odam? Ayta, nega bording? Men sana deb qo'yay. Buningdan keyin sen etizlik ko'rib ishla. Ayoling uyning ishlarini qilsin. Qandaq degan gap bu? Keşkichi keliniga yon bosgan. Sizdan bir ishni so'rab baqay Jamila. Siz meni etizda ishlamay, sirtda lag'aylab yuriydi deb dadamga chiqish turganmidingiz? To'g'ri Mahmud. Men shundaqmi deymanmi? Amsa dadam bugun nima ishga shunchalar ochiqlaydi? Men dadamning mushu vaqtga kelguncha bunchalar ochiqlanganligini ko'rib baqmabdi ekanman. Men qarang Mahmud. Atrofimizdagilarning hammasi qo'noqlarni o'tlab bo'lishdi. Bizlar o'tlab bo'lmayapmiz. Dadam shuningga ochiqlangandi. Lekin dadam bunchalik ishlarga unchalar xafa bo'lib ketmaydi. To'g'ri Xudoyim. Mayli dadam xafa bo'lsin yoki xafa bo'lmasin. Bundan keyin etizlik qilmam bilan chiqsangiz. Bo'lmasa qo'rqar ekanman. O'zingizning etizligidan qo'rqamsiz? Yana kelib kunduz tursa. Ma'qul desangiz bo'lmamdi Mahmud. Voy voy. Issiqda etizlik chiqish xo'sh yoqmisa ya?
Vah. Qaltisqo. Bo'la. Mahmud bakam qo'y. Bo'la ishtik bo'la. G'ulam. Kapoqadan nima kayningan sen? Men kela, birash qo'l o'ynamamdoq. Sana birash olmaganda, kap bo'lib kayninganingni nimasi? Kela. Ala mani. Qo'rqib ketmagan. Men seni utib olmayman. Apa, akasliman qilay. Yo'q, o'zim qilay. Siz etizg'imangsiz bo'lamikin, tushda qaytib kelman deb avaroman. Bugun tamoqni men etib opiray. Bu etizning ishimi tugumasga qoldi, tasimi. Mahmud degan harom tamoq yana bilyard o'ynag'ili ketibdi-da. Yuring bola, ikkimiz boraylik. O'ltirsizlar bir. Mush yoshga kelganda etizg'i borman deb yurmay, Mahmudni tepib kelsizlar, ikkisi billa bosin. Jamila etizg'i avval berib tursin. Mahmud kaynidan bosimi bo'ladi-ku. Men boray. Beka o'tirsam o'tiraman. Yuring bola, men berib ishlash beray. Tova. Xalqning qiziga ajab bir kuyinib ketyapti-da ma odam. Anure. Mana. Mahmud, dadam kelyapti deyman. Qara, Mahmud dadam keldi. Mahmud! Әмдіғо dadamның ağzı bir besqa. Sizmi cumuş kunlarda taladın uyga kirmaydigan bo'lib ketdingiz. Dadamning qaqshig'alari beka emasda. Aloqinlarim bilan ancha-muncha ish pishig'im chiqasam nima bo'lmoqchi? Siz qoldingizmi endi? Hajab meni ichim pishmaydi ekan-ku. Amisa sizmi menga o'xshash ko'chaga chiqib bilyard o'ynayapsiz, ha? O'tib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ata bozorga boraman bolam. Sizga nima g'ash kerak? Rahmat dada. Apamga nima lozim bo'lsa shuni ag'ash kelsizlar. Menga ishim kerak emas. Undaq deman qizim. Ota-onangizni yo'qlamag'iningizga xeyli bo'lib qoldi. Orliqni yiroq ko'rib ularni tashlab etsangiz, ko'ngliga kelib qolmasin. Ata men bilan shaharga kirib, ularga sovg'atlik elib elim. Ondan men sizni shu yerda yo'lga qo'yib qo'yay. Rahmat dada. Men turib turay. Texi yaqinda berib keldim-ku. Onun ustiga etizning ishimi textel to'kis tugamadi. Hamma ishlar tugaganda bosammi bo'ladi. Shu emasmi? Hamma ishlar tugaganda bormisa, uyning ishlarini kim qiladi? Jamila uydagilarni seg'ingan bo'lsa, menga desa bo'ladi-ku. Qachon men uni chiroyliqcha yo'lga sep qo'ymagan yerim bor. To'g'ri aytdilar apa. Bu jihatda men sizlardan bek rozi apa. Shunglashqa dada men yanil turib turay. Shundaq, yanıla o'zingiz beravering dada. Keyinchi ikkimiz Jamila bilan berib cho'nglarni yo'qlab qo'ysak bo'lmadimi? Shuni deyman. Ajabmi otkoch odamdami shu? Mahmudga ish qo'shaqmay, issiqda bilyardxonaga o'yinig'la kelsa bo'ladi ekan-u. Jamila ota-onasini yo'qlab kelsa bo'lmamdi ekan. Insof bilan gap qilaylik, xotin. Bo'ldi qizlar dada. Keyinchalik borsami bo'ladi-ku. Qizim vaqib ketdi, turing o'rningizdan. Oy, 8:30 bo'lib ketibdi-ku. Opa, nimishqa baldiroq uyg'otib qo'ymaysizlar? Bu meni bozorga operat emasmi?
Dada, baldır uyg'otib qo'ysanglar bo'lmamdi. Qizim, chiyingizni tezroq ichma. Men sizni motosiklet bilan olib qo'yaman, ha? Tezroq ichma. Dadamni bu chaqqa bog'lab qo'ysimi turmaydi. Bo'ldi, keyin borasiz, a? Voy balam. Men bozorga berib, sizga chiroyli qo'nchoq akib beraymi qizim? Yo'q, qo'nchoq akib bering. Opangizning, momozning gapini olam ma'qul bilan. Ma'qul. Ma'qulamsa. Diqqat qilsizlar dadisi. Shaharda yanchiqchilar to'la, pulni o'g'riga berib yurmisizlar yana, ha? Aldamchilarga aldanib qolmisizlar, baldıroq qaytib kelsizlar. Ansirmanglar, aran tasdiq topgan pulni o'g'riga oldirib yurmasman, xotin. Xudoyimga omonat dada. Yo'lda diqqat qilsizlar dadisi. Bo'ldi, kelib kelinglar. Xudoyimga omonat. Apa, buvamlarning uyiga berib kelaychi. Voy qizim, ta'til qo'yib bergandan beri bir haqiqatim qo'lingizga kitob olganingizni ko'rib baxmadim. Unda qilmay kitoblaringizga ancha-muncha qarab qo'ying. Uning ustiga bugun u uyga borganingiz bilanmi, momingiz bo'lmasa, buvingizmi shaharga kirib ketgan tursa, nima qilib borasiz? Keyin bering, ha? Unda texi yaxshi. Men Jamila ochimni bek yaxshi ko'raman. Boraychi, bo. Voy appa qizim, mush kunda hajab eg'iz g'irishlaydigan bo'ldingiz-a? Meni tashlab qo'yib, u yerga ketsingiz. Menga kim yordamlashidi? Mushuncha ular ishni o'zim qilamdim. Bularni qachon tuyutib bo'lman? Jamila, men Tunsaxonning uyiga berib savizlarni to'g'rishib beray. Bamsam xapib qamsin yana. Va tuzgo. Boshroq ta'tinsilikni tatbaqay, a? Qanday? Mahmud, qo'ylar usab qamsin bolam, ha? Ma'qul apa. Xo'shamsa. Keling, endi o'ynaymiz, Yo'q, men o'ynamayman. Ishqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Berib kelganman taqo. Ishqmo. Bozorga berib, azroq savdolik qilib keldim. Aha. Nima degan issiq kun bu? Yuraklarga o't ketdi, o't. Voy, kim u? Ha? Nim bo'ldi? Hechnim bo'lmadi, dada. Bu o'lmadir qari. Ishqimlarni rasvo qilib, o'chimni oladigan fursat oxiri yetib keldi.
Ey, muşu deganlaring rostmi? Azbiray xudo rost. Ajab, ishongim kelmayotdi desa. Adaş, o'zimning ishongis kelmaydi. Qiynotining bir keliniga soqol tashlab yurishi zot bo'lmagan ishda. O'ylasamli kallamdan o'tmayotdi. Qandoq desam ishnasan adaş. U ishkisining qaznoq uyda billi turg'unni o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam adaş. Billi turg'anga ondaq bo'lib ketmas. Nima daqshalmaydigansan? U ishkisining qaznoq uyda quchoqlashib turg'unni o'z ko'zim bilan ko'rdim deyapman sana. Ay, nima deyotdim abi? Rost deyotamsan? Boshda men taqin yuragim o't ketdi deb Jamilaga belgi berdi. Qiznoq yunayotgan Jamilani bir vaqrabla men taqin kirishga belgi berdi. O ishlarni sen qandoq ko'rding? Ha? Uyning keyinlik darisidan ko'rdim. U kasabani za. Hey. Sen o uyning keyniga qandoq berib qolgan? Jamilani marab berib qolmamdim. O'ylamagan yerdan bu tetiqsiz ishlarni o'z ko'zim bilan ko'rib qoldim degina. O ishlarni ko'rgandan keyin Jamilaga o'shib ketgan sana aqchan. O'shunmamdigan. Hey. Endi tomoshaning cho'ngni ko'rdik-amizda. Ay laqma, ayoling o'ti yeri bo'lsa, sen bu yerda yon boshlab yetibsan-ku. Ozroq o'zimni meni do'rab qo'y. Ola paltini. Vay, qopa, ichimni pishirma, qopa. Nima degan tugamaydigan ish bu? Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. To'yga qo'shdilar. Muborak bo'lsin. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Muborak bo'lsin. Salomat turiblar, muborak bo'lsin. Qani kirsizlar. Qanday tinchlikmi? Muborak bo'lsin. Qanday ahvollari? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qanday ahvollari? Tinchlikmi? Muboraklar, tinchlikmi? Tinchlik. Qani kirsizlar. Qani xo'shamsa? Xo'shani. Xo'sha. Nimandaq achchiqaroq bu. Jiqroq qo'yib aylandira. Jiqroq ha. Mushkunda jabim bir ishlargana. O'zida tova. Hey Melikan, Meliga pur ketgan ishni oldingizmi? Tov deymajimi? Voy, qandoq ishlarkan u? Tov qildim. Mahallamizda bir kelin otib olish kelanga xotin bo'ladigan nashayn ishlar paydo bo'lib qoptimish. Tova, shuning qaraganda bu o'g'illarimizni xotirjam o'yligil bo'lmadi. Shuni desizlar, bizning kelin bor. Bunda sat gaplar tarqalg'ili tursa, kelin bilan qiynatlar bir dasxonda o'tirib tomoq yegil bo'lamiz zodi. Xudoyim erlarimizning ko'ngliga insof bersin. Tova, hamma ishmish xotinning uydan chiqib olsa, so'zim keldi-ku. Tova,
Şunu isteyici iştaş olsun. Rasom eğizga chiqamdi. Shu emasmi? Rasbomsi eğizga chiqamdi. Patamxon, men mang'ashtiray, sal bearam bo'lib Tasla bo'lmamdi. Bo'ldi. Keyin ayrim kelaman. Ma'qul. Rabihacha, tezroq uylarga basla. Jamila yana talash tatishda qolmasin. Erxon, eğizdirib beqib so'zlasili bo'larmikin? Rabihacha. Tamaqim o'tmay mangdala. Birdam o'tirib mangsla bo'lmamdi. Ola zodi, nim deyishyotgandu. Şad yaşa Meşkin ömrün piyade Ömrün piyade Bir demim dökülmüşsün Yergi bulsaya Yergi bulsaya Her daim oğlumda mey durmaz dolup mey durmaz dolup Bir günü sunudu çek yüzüp nale Bir günü sunudu çek yüzüp nale Ey, ishmamsa, O nima oldirdi? ussab ketdik. Sen ishmisan kelmaydi emasmi? Oldirsang, o'zing ichavermamsan. Ey, bu adash bilyardni uftiraverib, sapramiz jazib qapti emasmi? Qandoq dedim, ha? Men tek sening iching og'rig'ida kuniga qolmadim. Futasam nayt shu pulni futa deb, jonni futamidim juma, ha? Ey, qaynapli ketding-ku. Sencho, men gapni oz qilib, xotining ezi o'g'na. Nima deysan? Ey, xotinimga nima bo'pti? Ochiq gapingni qila. Qandoq o'g'il bo'lasan? Xotining nima bo'lganligini texshi bilmay juramsan? Xotining o'g'li dadangni chaqchaqlashib yurdi. Nima deyapsan? Bo'ldi qila. Sen nima qilma? Ag'ila, bo'ldi qila. Men ko'rib nima deyapsan? Ey, nima bo'pti? Keldilimi appa? Appa, bugün hava bekli isib ketibdi. Usab ketdilar haqqachon chay ekib beray. Chay isla appa. Mijazlar yo'qmi nima? Bundan keyin zodi ko'nglim aramida bo'lmaydigan o'xshaydi. Appa maqsadi nima bo'lgandi? To'g'ri. Wih, Mahmud, dia bukan asma. Bunda kembali Allah. Wih, Ishwa. Apa? Ini boldu balam. Ini boldu balam, cinim balam. Ini boldu. Arak içmektim bu. Demişka. Wih, ini demişka sen balam. Bes adamın Wih, sen balam senden. Zaten demişka. Wih, balam. Bu bizge nime tatkulu kaldı. Zaten demişka. Ben tatkıla ben. Wih, apa? Wih, apa? Apa nih bola? Apa? Rahmat, tez ornumuza otursunuzca. Apa nih bola? Keldirme alsınıca apa. Bak, nima degan sıkıntı bu? Apa? Dada. Voy, men
bo'ldi qizim? Voy voy. Odam ne bo'ldi kim? Bo'ldi, yig'lama. Voy. Buning nima bo'lganda endi? Eshik suvga ichib yig'lamay, nima ish bo'lganligini bir deb berma qizim. Nima ish bo'ldi? Endi ko'zimga ko'ringichi bo'lmasizlar. Senmi shu ko'zimdan yo'qol. Meni Rizvangilning uyiga olib qo'yinglar. Nima deganlari appa? Ko'zim yo'q. Sizlarni Rizvangil achamdek boqamam deman. Oralardan o'tirsizlar appa, sipoq yerib o'tirsizlar. Keslar. Bo'ldi. Astrahma. Mening sendek dadam yo'q. Sen qandaqmi mening dadam bo'lib qolgansan? Sen mening dadam emas. Mening sendek dadam yo'q. Tova. Dadam ishkimiz. Zaten nemini xato qilib qo'ygandimiz. Apamning hadisilar, yeklashlari. Acaba meni durust emas deb o'ylaganliklarim. Lekin apam nima uchun dadamdan og'rindi? Dadamning har doim menga chapon yopqani uchunmi? Lekin Mahmud, o nima uchun dadam ishkimizdan nafratlandi? Asaldan haraqni og'ziga olmaydigan odam. Bugun nima uchun g'arq mas bo'lib olib, dadamni haqoratlab, uning pushtidan tomog'iga pushaymon qilib. O hatto meni qo'shib haqoratlabdi. Acaba o dadam ishkimizda? Yo'q. Bunda o'ylash gunoh. Eg'ir gunoh-ku. Xudo. Nima degan qo'rqinchli kunlar bu? Nima degan qo'rqinchli? Geldi. Gideyli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa ishdikmi? Assalomu alaykum. Salomatmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomatmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bir yaxshimi? Va alaykum Assalomu assalom. alaykum. Va alaykum assalom. Qanday Yaxshi. Jamoat. Her qaysanlardan aniqlaydigan bir ish bor. Yaqindan beri mahallimizda otam zamonidan boshlab hech kim anglab baxmagan gap so'zlar eqib yuryotdi. Ya'ni qaynota bilan kelinning chatig'i bor deyishyotdi. Bu ishlarning rost yolg'onligini jamoat bir aniqlab baqsa, boshqalarga oval qilib qo'ymayli yana. Qaynota degan kelinga nisbatan otadimmi ulug' hisoblanadi. Mundaq gap so'zlar tarqalib yursa, keyingilarga yaxshi ta'sir bermaydi. Bu zodi qandoq gap? Meningcha ozmaydigan odam yo'q. Bu ishga nisbatan Mehmet Axunning o'zi bir narsa deb baqsa. Bu ishqa oldirab bir narsa deymiz ulamurdi. Shuni qilaylik. Xavnilarni demaydi deysiz. Shunday bu emasmi? Har qanchasi mundaqmi ishqa deganda, shunday qarab qolsa, qarzimdan taqon undaq odamlardek ko'rinmaydi. Sherg'onni nemisachilik bu odamga. Shuni deyman, nomusqisi bo'lmamdigan. Shu emasmi? Menimcha nomus tushirmaydigan odamga bu. Shuni deyman. Undaq deyishmayli jamoat. Mehmet Axunning insofiga duo qilaylik. Amin. Amin. Amin.
Allahu Ekber. Qaytayli. Jamoat, to'xtab turasizlar. Bizning bu yezda mushdaq tuhmatlar xil odamlarning beshig'i chiqqan. Oqibatda u so'z chechaklarning qaysi rost bo'lib chiqdi. Qarab turib, bir taqvodor halol niyat qilishimizga uvol qilmayli. Bunga aldı o adamlarni taqmay qaytıyor. Ben bulağın neyimi kıgandı ben? Muşkunun adamlar işensiz olup gitti. Birisi onu diyen, birisi bunu diyen. Şu emasmi? Zodi kimning gapiga ishonish kerak. Fuqamayli qoldi adam. Hey, qaraslar. Memtahun sunayını yetip kaptı o ha? Memtahun'u yüleyle. Yüleyle. Kesli. Memtahun. Ko'zingni ichinglar. Memtahun. Qo'ponglar. O'rniqda turuslar. Uyingni gapirib qo'yaylik. Boyaqi gap ta'sir qilgan o'xshamamdi ha? Haqmilarni demaydi ha? To'g'ri. Boldi o'ylimizlar. Nima deydi? Ko'ngil qilmaslar. Haqning gapini anglasa bu dunyoda o'lib kesildi da. Bu kunlarni o'tib ketdi. Hargiz haqlarning qarlari. Bo'ldi. Uyga kirib qo'yaylik. Qanday qilamiz endi? Oy, qanday qilaman? Opa, doktorxonaga qo'yilimi? Oy, qanday qilaman? Doktorxonaga qo'yilimi? Yasalmaligini bu. Yiligerligi nima paskinning? Hey, men yuzimni ko'rdingmi? Hozir qadar erimni tayoqlab baqmagan odamdin. Sen buzuqning kasofatidan mana erimdan tayoq yeyaptimi? Hey, ko'zingni set ko'raymi? Yuqilgina yiligerligini paskinning. Acha, gapingizni hech tushunmadim-ku. Rabiacha, neredesin? Çıkar bu yakka. Bu bir nimele, o çıkaşkara, bir şanı dessigil durup dugu. Sen kaçanı çukurluk tatıp yürüysen, bu yakı çıkar. Seni ep getkil geldim. Seni adem gelmez, hayvanı berip tikenmiz. Etivalap bakkan oğlum Mahmut'u mu? Bir hayvan ep berip tikenmiz. Kıynat ulan kilinin çatığı var diyen gap, kandak gap bu. Emdi biz bu mahallede bişimizi kandak küdürüp yürüyemiz. Şunçilik öy tutup, emdi bu benimlerge depsendip yurdun mu? Kıyrığını duymadan av oğurunu mu çu? Körek yurdun mu? Appa! Cemile degen bu buzak paskından öyden kovlap çıkağın. Oy, kova. Oy, bu dertlerge nege paray emdi. Özüm bilmeydiğen buzak termende. Yıkan gözümdün. Doktam durun. Appa! Bulamaydın sen. Neskereklerini jığıştır. Emdi bundak nesbaska öyde neyim var sana? Oy. Bundak mı işler varken ha? Biz kishilarga hech qanday yomonlik qilmagan. U bizga nima kerak endi? El cemaatning xotin bolarimning oldida bundoq izo ahonatga qog'ichi. Bo'ldi bu uydan malla chiqib ketay. Yerden yıkmak üzere yaptım seni.
İtay erzim ah tüküp dertli Muğum anla halayıklar Muğum anla halayıklar Yürek yıklaydı tükmettin Ey yolum kayda halayıklar Yürek yıklaydı tükmettin Ey yolum kayda halayıklar Barayne gebişim hati Ey birin yardem halayıklar Barayne gebişim hati Birin yardem halayıklar Rahimni ismiz yar ettey Ey menin nalem halayıklar Barayne gebişim katil Ey birin yardem halayıklar Benim yardem halayıklar Abba! Abba! Kızım! Abba! Canım kızım. Abba! Çürük gidelim. Kızım! Gidelim. Canım abba gidelim çoğu. Ben korkup gidiyorum. Canım gidelim. Korkma. Canım abba. Abba. Ko'ngillarni yerim qilmislar. Ha, mening demaydi o. Sizning qanday odam ishkanliklarini mana men obdan beraman. Sizlar bilan bizning beshimiz nima kunlar kamigan. Oyning 15 qorong'i bo'lsa, 15 oydan bu ishlarni men jamoatga obdan tushuntirib qo'yman. Qo'lon degan bu ishlarning adabini bergizaman. Xotirjam bo'lsizlar, bu ishlarning jarayonini uydagilarga obdan tushuntirib qo'yman. Sizlar buningni xotirjam bo'lsizlar. Ular cho'qim sizlarni. Mamtaxon, sizlar nima bo'ldi? Mamtaxon, unda qilmisizlar. Mamtaxon. Voy mening qarindishim. To'rttakning qurboni bo'lib ketdingmi? Sizlarga uvol bo'ldi qarindishim. Mening bu dunyoda eng yaqin odilim sizlar edingmi? Mamtaxon. Sen bozukluğun kolundan çay içmeden. Hey yirgen kızgına. Yeni nima uyan oynadıysan? Ha? Dodamni öldürgenden azdan. Hem de opamni öldürgenden otaksan. Çıkar uydan. Aşkı boynusun uğrayacağım. Yukarı koydan ben cansın. Sen çok gerek yutmama. Çık uydan. Ayça. Oğlum yapmazsın. Çık. Ayça. Kızgına. Hem de işkinci. Bu iki hadi çıkma. Uğra son kızgına. Yukarı gözümden.
isming nima? Reyn. Dadangchi? Esim To'ng'iz. Tinish. Nima jinoyat bilan qo'lga olinding? O'g'irlik. Tova qildim, tova. To'qig'idek nemish bo'ldi? Men taqincha xalqning fitna fasadlariga chidamay o'lib ketibdi. Nima? Ras o'libdimi? Asli uning kelini Jamila bilan bo'lgan ishi yolg'onkan emasmi? Nima? Yolg'onmikan? Ha, yolg'onkan. Oyey, nima deydi-g'ando? Kimdan oldingiz? Eliqi To'xtaxunukam masjidda bu ishlarni jamoatga yig'lab turib so'zlab beribdimish. Shuningga qaraganda oldirab birisining keyindan kas-kamas so'zcha qilsa, bo'mbug'idakchimi? Voy Isat, qaysi kundagi choyda Rabiha achamning ko'ngliga azor beribdiman emasmi? Demisam bo'pti. Bunday kesam o'zingni bilib so'ra. O'z vaqtida-chi, Rizzongul mening g'ururimga tegmagan bo'lsa, menmi bu ishlarni deb yemagan bo'lardim. Bir hisobda yaxshi bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Muhabbahun o'zi asli odam edi. Qarab turiblar bir qarindishimizni qarlab, o dunyoga yo'lni sab qo'ydik desa. Yig'yandan bola qarindoshdan deb, marhumning uydagilarmi mushundaq apqochdi gaplarga ishinib, uni aybligini marhumga qattiq eg'ir kelgan gap. Uning ovozi men ayni ahvolni men aytqaydi. Men uningga seni aqlayman deb va'da bergan. Amaliyotda bu mahallimizga g'ulomning Jamilani qo'lga tushirmay, qattiqni evvosga. Jinim bova. Qaloq Ahmadning qurboni bo'lib ketdingizmi bova? Xotirjamitam. Men bu ahvollarni bir yozib soldim. Olam degan ish bilan adabiyni yerib, sizni aqlab chiqaman bova. Asr vaqti bo'lib qolganmidi, ha? Asr vaqtiga xeli bor. Nim bo'lsa, yo'lar kun uzrabdi, ha? Voy saplarni titfi. Qaynatsang beshiga chiqqan paskina. Alhamdulillahi robbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dada, sizlar mening yo'lanchigim, pasibonim edilar. Sizlar bu yerda oftob chaqnaydi. Sizlar bu yerda dilla yayraydi. Sizlar bu yerda hayot yashnaydi. Ey ko'ngil odamlar, qani sizlar begunoh dadamni nimishga qutqizib qolamadinglar? Mening qaynotamga ixlosmanligim, uni o'z dadamdek yaxshi ko'rganim, erimga sadoqatman bo'lganligim, rezilliklarga qarshi turganligim uchun men ojizani shundoq jazolamsizlar. Sizlardagi vijdon qani, odamgarchilik qani, rostchilik qani. Bu dunyoda ko'ranmas gumonxo'rlik, g'ayratxo'r, tuhmatxo'rlarning gapi gap bo'lamdigandir. Ularning eg'izini to'voqlaydigan haqiqat
haqiqat zodi nega ketdi? Bu dunyoda zodi odillik bormi yo'qmi? Astagfirullah. O ne ketgandi? Munda olsun qizim. Siz ormalik yurib izlab beqing. Men yuqori qimalik yurib izlab baqay. Men tezlik qaytib kelaman. Men xabarini berib eting. Oy, Mahmud Qubo. To'xtaxunka. Assalomu alaykum. Balam Mahmud. Dadamning kirpigiga to'piqona qo'ymayla. Sen bundaq yomonlab sirtlab yursang, uning ro'yi xo'rnib qolmamdi. Bilaman, bundaq reallikni qabul qilish odamga haqiqatan mo teskilidi. Biroq g'olam degan iflos o'zining o'chin chiqarilish uchun fitni fasod taqatqini ras. Dadam rahmatlikmo shu fitni fasodning qurboni bo'lib ketdi. Endi Jamilanimi shunday qismat duchor bo'lsin deb atamsan. O'diklardan tortib Əl-məlidiki həmmə adam Cəmiləni əyibləvəgəşkə o özünü günahqa çağlab öyüge kirəmə yürgünü ras. Sən bolsanmı onu şüşəngən. Sizlərin ailə bütün yurtun işi də hiç köygədən ailə idi. Mana əmdilikdə boranı qalan çangirək tozub getdi. Rəhmətli adam xatırcam yatsun desən, ayılın Cəmiləni dərhal tap. Onun hazır senin başqa heç nəsi yox. Onu xalq alan aldıdı, axlab çıxqın. Şuna qısan dadamın royu xoş buludu. Xuhtama oğlum. Bo'ldi, so'zni men To'xtaxunka. Sizning so'zlaringiz meni jab uyg'otdi. Men hozir Jamilani tepib uyga qaytib ketaman. Ma'qul. Bo'la. Chaqan bo'l. Jamila hada! Siz qayerda?
Nima pushaymon qilyapsan, ha? Endi pushaymon qilma. Kelginim rast tursa, rast gapni aytdi. Jamila ekan bu. Oy, saralib qopti. Oy, rostini saralibdi. Ey, qoldi. O jimib ketdi-ku, ha? Qana qilmas. Yura, saqchi xabar qilayli. Chaqa bo'l. Tez. Jamila. Bolam, texchi meni paylab yuramsan. Men sana tegmayman. Qiynatamdan taxonga tegaman. Qandaq? Men seni kerimga kirmama dedim-ku, buni seni o'ltirib aytaman. Men qiynatamdan taxonga tegaman. Yo'qol, ko'zimda yo'qol. Kerimga kirmoqchi bo'lma. Yo'qol da'vatman. Jamila! Jamila Saroq, boshliq bo'la. Jamila! Jamila! Jura, uyga ketaylik. Men sizni onam izlab topdim, Jamila. Jura. Siz kim o? Men sizning eringiz Mahmud emasman. Mening erim. Mening erim degan qiymatdan ben qahrim. Jamila, davomsiz sizning eringiz men. Mening erim emas, degan Jamila. Men sizning eringiz go. Masalan. Jamila, nima qilyapsiz? Jamila, o'tirib qolay, unda qilma. Meni qo'yib, Jamila. erimni qiyshiq qilaman. Sizning eringiz men, Jamila. Nima deydigansiz? Yaxshi, ben Jamila. Meni kechirib o'ting, Jamila, o'tirib qolay. Jura, uyga ketaylik. Men tahu. Jamila. Jamila, ularni o'ldirgan uchun qo'lg'ilindi. Qal, nima? Jamila ularni o'ltiribdimi? Hoy! Jamila! Jamilani soqchilar tutib ketgandan keyin Aynur bilan Mahmud g'ulomning pitni pasat taqatqanligi to'g'risidagi dalil isbotlarni to'plab Jamilani qutqizish qilmoqdi. Dada, canım dada, meni afv qil. Men shaytonning depiga usul o'ynab, shurugimni zidi qildim. Sening qadri qimmating meni g'aflat uyqusidan uyg'otdi. Lekin sen bilan o'tgan kunlarim endi tushga aylandi. Dada deb chaqirgan kunlar kelmasga ketdi. Farzand uchun bundan ortiq azob bo'lmasa kerak. Kechiring degan bu so'zni ömrümde kimlerge qanchalik ishlatganimni zotili eslayolmayman. Hozir men sizdan zardoblik yuragimdan kechirim so'rayman. Kechirim dada. Xotirjamlikdan yotqay yeringiz jannatda bo'lg'ay. Canım buva, siz yezimizdeki nadallıqның, qalaqlıqның qurbani bo'lib ketdingiz.
sizga bakma uval bo'ldi. Bu yerda endi undaq ishlar takrorlanmag'usi. Chunki ilm ma'rifatga intiladigan avlodlar kundan kunga ko'payyotdi. Kishilarning axloq, e'tiqod, qonun engining yuksalishi bilan nodonlik, chekdan oshgan xurofotlik, hasad, g'ayvat, fitna fasod, tuhmatxo'rlik qatorliq razilliklarga xotima berilg'usi. Yürek yıklaydı tükmettin Ey yolum kayda hala yıkla Yürek yıklaydı tükmettin Ey yolum kayda hala yıkla Kömünün asmini közge Körüngeymi halayıkla Körüngeymi halayıkla Yürek bağrım yeriye bersem Ey şengeymi halayıkla Yürek bağrım yeriye bersem Ey şengeymi halayıkla Dilim taktır mini yerge Karatmanla halayıkla Dilim taktır mini yerge Karatmanla halayıkla İmanım var rezillikte Ey talatmanla halayıkla İmanım var rezillikte Ey talatmanla halayıkla Barayne'ge bişim hati Ey birin yardım halayıkla Barayne'ge bişim hati Birin yardım halayıkla Rahimni siz diyar ettik Ey minin alem halayıkla Barayne'ge bişim kati Ey birin yardım halayıkla Benim yardım halayıkla